Diqqat, ta'ziya! O'zbekistonda taniqli inson vafot etdi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Sobiq futbolchi Abdusamad Do'rmonov vafot etdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi va murabbiy, futbol faxriysi Abdusamad Do'rmonov 60 yoshida vafot etdi. U terma jamoa safida 1994-yilgi Osiyo o'yinlarida g'olib bo'lgan. Abdusamad Do'rmonov 1965-yil Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tug'ilgan. Futbolchilik faoliyati davomida Surxon, Lokomotiv, Paxtakor va Neftchi klublarida to'p surgan. 92-94-yillarda O'zbekiston milliy jamoasiga chaqirilgan. 94-yil Yaponiyada o'tkazilgan Osiyo o'yinlarida g'olib bo'lgan. 2002-yilda esa faoliyatini yakunlagan. Do'rmonov shundan so'ng Neftchi, Yozyovon lochinlari va Istiqlol kabi klublarda murabbiy sifatida ishlagan. 2015-yilning dekabr oyidan buyon Neftchida murabbiy sifatida ishlab kelayotgan edi. Biz futbolchining oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.